Assalomu alaykum hammaga. Bugungi 33-elementimiz mishiyak bilan tanishamiz. Mishiyak, ruscha mishiyak, ya'ni margumush degan ma'noni anglatadi. Atom raqami 33 bo'lgan kimyoviy elementdir. Mishiyakni kimyoviy belgisi As, lotincha nomi arsenicum. 1250-yili kimyogar Albertus Magnus tomonidan kashf etilgan. Xarakteristikasi: atom raqami 33, atom massasi 75, normal sharoitda qattiq mishiyak, rangi kulrang, klassifikatsiyasi nisbatan metal, elektromanfiyligi 2, qaynash temperaturasi 1090 Kelvin yoki 817 Selsiyda bo'ladi. Erish temperaturasi 887 Kelvin yoki 614 Selsiyda bo'ladi. Zichligi 5,727 gram taqsim santimetr kubni tashkil etadi. Mishiyakda kristal panjarasi mana shunday tuzilgan bo'ladi. Endi bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, bu yoqda mishiyakda kimyoviy belgisi As, atom tartib raqami 33, nisbiy elektromanfiyligi 2, atom massasi 75, elektron konfiguratsiyasi 4s2 4p3 ni tashkil etadi. Tasviriga o'tadigan bo'lsak, mishiyak bo'laklari massasi 0,4 grammni tashkil etadi. Atom tuzilishida 33 ta elektron bor atomda. 33 ta elektron atomda harakatlanadi. Atom markazi proton va neytrondan tashkil topgan bo'lib, 33 ta protoni bor mishiyakda va 42 ta neytrondan tashkil topgan. Bugun mishiyak haqida o'rganadigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Rahmat hammaga.